Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi ingliz tili darsimizga xush kelibsiz. Biz bugun juda ham oson, lekin muhim bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. An artikli. Ko'pchilik shu joyda xato qiladi. Apple or an apple. To'g'ri javob an apple. Keling hozir quyida shu haqida gaplashib olamiz va osonlik bilan tushunib olamiz. An bu artikeldir. Ular sanaladigan bitta narsa oldidan ishlatiladi. Masalan, a book, a pen, an egg, an apple. Agar narsa bitta bo'lsa va uni sanay olsak, biz an artiklini ishlatamiz. Xo'sh, artikli qachon ishlatiladi? Artikli sanaladigan bitta undosh harf bilan boshlangan so'zlar oldidan ishlatamiz. Misol uchun a dog, a cat, a teacher. Demak, agar B, C, D, T, H kabi harflar bilan boshlangan so'zlar oldidan artiklini ishlatamiz. Xo'sh, endi an artikli qachon ishlatiladi? An artikli unli harflar bilan boshlangan so'zlardan oldin ishlatiladi. Misol uchun an egg, an elephant, an orange. Demak, unli harflardan oldin A, I, O, E harflaridan oldin kelgan sanaladigan otlardan oldin an artikli ishlatiladi. Muhim qoida. Biz birinchi harfga emas, tovushga qaraymiz. Bir qancha istisnolar bor, special cases. Misol uchun an hour. Hourda H harfi bo'lgani bilan hour o'qilyapti, ya'ni unli tarzda o'qilyapti. Shuning uchun biz n qo'yamiz. Ikkinchisi a university. U harfi unli bo'lgani bilan undosh harfi y harfi bilan boshlangani uchun a university bo'lyapti. Daftarimizga yozish uchun namunalar. Misol uchun a qo'yiladigan, a artikli qo'yiladigan namunalar: a book, a desk, a table, a chair. Endi an artikli qo'yiladigan namunalar: an orange, an umbrella, an egg. Demak, special cases, ya'ni istisno holatlarimiz. A uniform, a misol uchun European country, an hour, an honest man. Ajoyib. Biz sizlar bilan an artiklini o'rganib oldik. Endi men sizlarga uy vazifasi beraman. Bilan 5 ta so'z yozing, n bilan 5 ta so'z yozing. Bilan 2 ta gap tuzing, n bilan 2 ta gap tuzing. Bugungi darsimiz shu. Uyga vazifani yozib oling. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.